Hammaga salom do'stlar, sizlar tanimaydigan Zuhriddin Gaming kanali yana sizlar bilan videomiz rasmida ko'rib turganlaringizdek, bugun ikkita jinnichilar dastajeniyamizni bajarib ko'rsatib beraman. Bu dastajenalarni bajarib qo'yishimiz kerak, chunki vaqt tugab bormoqda. Sizga ko'rsatadigan dastajenam biri juda ham qiyin, biri juda ham oson. Ya'ni osoni vaqti tugab bormoqda. Bu dastajenani siz bajarganmisiz yo'qmisiz bilmadim, lekin men hali ham bajarmagan ekanim. Shuni bajarib ko'rsatib beraman. Albatta videomizni boshlashdan oldin bir dona laykingizni ayamasdan bosib qo'ying, chunki videolarimiz sifatiga va prosmotr ko'payishiga, tarqalishiga hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Like bosib qo'ygan bo'lsangiz, qani ketdik. Unda videomizni boshlaymiz. Bilmadim bu dastajenani siz bajarganmisiz yo'qmisiz, lekin men hali ham bajarmagan ekan. Bu yerga kelamiz va bu yerdan ajdarni uyg'otamiz. Uyg'otganimizdan keyin bu yerda ajdar tangasini olamiz. Endi videoni shu joyda to'xtataman. Men qilgan xatolarni qilmasliklaringiz uchun. Bu dastajeniyamizda ajdar tangasini olish ketma-ket 3 marta bajariladi. Ya'ni oq ayiq tangasi va tulki tangasi ham shu yerda bo'ladi. Men o'ylaganim oq ayiq tangasi u yoqdagi ayiqlarda beradi yoki tulkida beradi deb o'ylagandim va ularning oldiga ketgandim. Aslida u yoqda emas, shu yerda berar ekan. Uchalasini ham ketma-ket olish kerak ekan. Yana men bu yerga qaytadan sakradim. Dastajeniyamizni oxiriga yetkazib qo'yish uchun uchala tangani ham shu sandiqdan olsak bo'ladi. Shuna qilib birinchi dastajeniyamiz tugadi. Ikkinchi dastajeniyamizga ham yetib keldik do'stlar. Bu dastajeniyamiz juda ham qiyin. Yangi guruhlar bajara oladimi, yo'qmi bilmadim. Albatta kommentariyada yozib ketinglar. Kutubxonada 50 marta to'padin olishimiz kerak. To'p bir olganda ham siz skorotkada o'ldirishingiz kerak bo'ladi. Skorotkada o'ldirsangiz dastajeniya sizning nomingizga yoziladi. Ya'ni 8 ta odamning ichidan faqatgina bitta odam bitta mashta dastajeniyani bajarib chiqib keta oladi. Bu dastajeniyamiz juda ham qiyin degan sababim zava bilan teng kamdan kam odamlar bajara oladi. 78 level bo'lganimni bilamanki, hali endi 20 marta bajargan ekanim. Agarda dastajeniyani bajarishni xohlasangiz, menga PUBG'dan druziya tashlang. Ko'pchilikni qabul qilyapman, sizni ham qabul qilib qo'yaman. Va keyingi videolarda birgalikda dastajeniya bajaramiz. Ma'lumotlarga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, rejimimiz 3 kun qulp bo'ladi, 3 kun ochiq bo'ladi. Ya'ni faqatgina mana shu kutubxona rejimida o'ynasak dastajeniyamiz bajariladi. Ikkinchi qurol poygasida o'ynash shart emas. U yerda dastajeniyamiz bajarilmaydi. Yutsangiz ham faqatgina shu yerda bajariladi. Videomizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'rayman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda qanaqa dastajeniyalarni chiqaray.